2025-yildagi birinchi proyektimiz. Bu uyni avval ham qo'yganmiz. Egalari narxi juda ham arzonga tushirishdi. Lokatsiyasini yana bir marta aytib o'taman. Beruniy to'yxonasining ro'parasida bo'lyapti. Metroga, masjidga juda ham yaqin. Shu uylar bilan hozir ko'ramiz. Xonadonimizning ikki qismiga yetib keldik. Qo'lda turibmiz. Hozir xonadonlar bilan bitta-bitta tanishamiz. Bu yoqda o'zini chap qo'lda mebel jihozlari, bu yoqda oynasi bor. Endi xonamizni ko'ramiz. Bu xonadonimizning kvadrat qizi bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xonadonimizning ichki qismida o'zini mebel jihozlari, bu yoqda o'zini sanuzeli va televizori bor. Hamma jihozlari qoladi shu narx ichida. Endi navbatdagi xonamiz oshxona. Bu yerda dizayniga o'zingiz bitta baho berasizlar. Eng zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan televizor, mana bunga bitta baho berib o'tasizlar. Ko'rasizlar. Endi mehmonxonaga o'tamiz. Mehmonxonamizga ham yetib keldik. Mehmonxonamiz ham o'ziga yarasha bejirim dizaynda remontdan chiqqan. Televizori, hamma jihozlari qoladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, har bitta xonamizda televizor bor. Bu kvartiramizning общий sanuzeli bor. Bu yerga alohida mehr berilgan, o'zini zakuzilari bilan birga. Endi borar xonasiga o'tamiz. O'zini shkafi bor va ikkita kravati bor. Shaharga qaragan G obrazga balkoni bor. Hamma mebel jihozlari qoladi. Bu uyimizning narxi $185,000 ga tushdi. Pastda opsiyada egalarining raqamini qoldiramiz. Tez aloqaga chiqib baraka qiladigan joyi. Kimga tekinga reklama xizmati kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar.